Yumshoqqina, do'mboqqina bo'lib pishib chiqadigan bulochka pishirishni bilarmidingiz? Unda bu videoni oxirigacha tomosha qilib, menga obuna bo'lib qo'ying. Sutga dro'jji, shakar, saryog' va elangan unni solib, yaxshilab xamir qovurib olamiz. Xamirimiz unaqa qattiq bo'lmaydi, yumshoqqina qilib xamir qovurib olamiz. Xamir yumshoq bo'lishi bu bulochkalarimizni ishib, yumshoq, воздушный bo'lishini ta'minlab beradi. Tayyor xamirimizni bo'laklarga bo'lib olamiz. Menda 8 bo'lak chiqdi va bu bo'lakchalarni tindirib, yana 15 daqiqaga ustiga sochiq yopib olib qo'yamiz. Bu bulochkalarimiz bolalarimiz uchun ham ayni muddao maktabga olib ketgani. Bu orada listga ham terib olib, 10 minut yana dam beramiz. 10 minut dam berganimizdan keyin ko'rib turganingizdek shakl berib, tvoroglarimizni solib chiqamiz. So'ng tuxum sarig'ini surib, ustidan saryog' va unni uqalanganini sepib chiqamiz. Hamma malinani vareniyasini qo'shayotgan bir paytda men o'rik vareniyasidan qo'shdim. Oldindan qizdirilgan duxovkada pishirib olamiz. Shunaqa yumshoq bo'lib pishib chiqadi. Tayyorlab ko'ring.